Verdik. Ha. Shu asetilin Asilendan benzo olish reaksiyasi asetilin qanday yurgan? trimerlanish natijasida benzol hosil bo'ladi. Zelenskiy bilan Hop, Kazanskiy. to'ppa-to'g'ri. Kimning Zelenskiy bilan reaksiyasi edi Kazanskiy. bu? Ha, ana. To'ppa-to'g'ri. S6 to'g'ri sening. S6H6 bolalar empirik holatda yozib ketyapman to'g'ridan-to'g'ri. Xo'p, 3 qo'ysa 3 kere 2, 3 kere 2 6 traksamiz teng. Endi bolalar, masalan sharti bo'yicha aytilyapti. 31,2 gram benzol hosil bo'ldi deyilyapti, masalan sharti bo'yicha. Endi bizda normal sharoitda gaz berilgan 48 litr. Biz ham normal sharoitda ishlaymiz. Dastlabki moddaga nisbatan ishlaymiz. Qani 67,2 litr. Aysilen ya'ni 3 mol uchun, 1 mol uchun 22,4, 3 mol uchun 67,2 litr. Bundan hosil qilyapti benzol. 12 ni 6 ga ko'paytirib 6 ni qo'shsanglar 78 gram bo'ladi. Masalan sharti bo'yicha 31,2 gram benzol olish uchun deyilyapti. Xo'p, 67,2 ni 31,2 ga ko'paytirib 78 ga bo'linglarda. Dastlabki asilen, trimerlangan asilen hajmi kelib chiqadi. To'ppa-to'g'ri 26,88. Reaksiyonini so'ralgan. Demak, dastlabki gazimiz 48 litr edi. Mana shunimiz 100%. Bizda unum so'ralyapti. 26,88 dan qancha deb hisoblasanglar unum kelib chiqadi. 56%. Hammada shunaqa chiqdimi? Tekshirib olinglar. Javobimiz mana, doston javobga to'g'ri kelar ekan. Bo'ldimi? Keyingisi bolalar 30. Necha litr normal sharoitda metanda reaksiyonimiz 80% bo'lgan holatda 0,05 mol benzol olish mumkin deyilyapti bolalar. Demak, metandan benzol olishimiz kerak ekan. Asetilin bilan vodorod chiqadi. Degidrogenlanish natijasida asetilin bilan vodorod. Xo'p, dastlab 1500 gradusda 1500 gradusda qizdiramiz, to'g'rimi? Bunda asilin vodorod chiqadi. Trimerlanish. Qani asilinni nima qilamiz? Trimerlaymiz. To'ppa-to'g'ri bolalar, mana shuni to'g'ridan-to'g'ri reaksiyani tenglab yozib ketaman. Nima dedinglar? Metandan to'g'ridan-to'g'ri hosil qilib qo'yapman benzolda bolalar. Bilamizki, trimerlanganda 3 qo'yamiz koeffitsient. Metanda 1500 gradusda qizdirilganda 2 qo'yamiz. Ya'ni 3 kere 2 6. Demak, mana bu joyga 6 qo'yib ishlasak bo'laveradi. Reaksiya tenglash bitta uchun deb hisoblasa ham bo'laveradi-da, bu yerda 6 ta yuqiladi. Endi biz masalan shart bo'yicha 0,05 mol benzol hosil bo'ldi deyilyapti. Xo'p, 6 moldan 1 mol benzol hosil qilgan bo'lsa, 0,05 molidan qancha deb hisoblaymiz? 0,05 mol benzoldan dastlabki metandan qancha miqdorda deb so'raymiz. 0,5 ni 6 ga ko'paytirsa necha kelib chiqadi? 0,3. Bolalar, masalan shart bo'yicha mana shu 0,3 imiz 0,3 mol metanimiz 80% ekan. 0,375. Qancha deb hisoblaysizlar? 0,375 mol dastlabki metanimiz. Ko'paytirib qo'yamiz normal sharoitga. 0,375 ta ko'paytiramiz 22,4. Har qanday gaz 1 moli normal sharoitda 22,4 litrga egallaydi. 8,4. Ko'paytirib qo'ysanglar javob chiqadi. 8,4 litr, to'g'rimi? Javob bormi? Siz javob olgan-a? Keyingisi 31. Metil siklogeksan dan to'lov hosil bo'lishida reaksiya unumi 75% ni tashkil etsa, 24,5 gram metil siklogeksanni katalitik degidrogenlanishda normal sharoitda qancha hajmda litrda vodorod ajralib chiqadi deyiladi masalan sharti bo'yicha. Demak, metil siklogeksandan tolvol olamiz ekan. Bolalar, tolvolning formulasi qanaqa edi? To'ppa-to'g'ri. Qanday olamiz? Metil siklogeksandan tolvolni. To'ppa-to'g'ri ketdik. Empirik holatda yozib ketaman. Metil siklogeksan S7 2 ko'paytirsak H14. Degidrogenlaydigan bo'lsak tolvol, ya'ni S7 H8 ni hosil qiladi. Plus vodorod ajralib chiqadi. Reaksiyani tenglaymiz. 14 ta 8 ta. Demak, 3 qo'yadigan bo'lsa 3 kere 2 6. Qo'shadigan bo'lsa 14 ta bo'ladi. Reaksiyamiz teng bo'ladi. Xo'p, bizda 24,5 gram metil siklogeksandan deyilyapti. Demak, metil siklogeksan 17 ni 12 ni 14 12 ni 7 ga ko'paytirib 14 ni qo'shsanglar 98 gram bo'ladi. 98 gramidan normal sharoitda
hajmda 67,2 litr gaz ajraldi. Qanday keldi 67,2? 3 molekula vodorod bo'lgani uchun 3 ga ko'paytirildi-da, 22. Ana bolalar. Reaksiyani tenglaganimizda 3 molekula vodorodda tushgancha koeffitsient sifatida. Shuni ko'paytirib oldik 22 ga. Ya'ni 1 mol uchun normal sharoitda 22 bo'lsa, 3 mol uchun 67,2 litr bo'ladi. Masalan, sharti bo'yicha 24,5 gram deyilyapti. Bu metil siklogensanda 16,8 qancha litr. hajmda deb hisoblab qo'yamiz. 16,8 litr. Mana shu reaksiya unumi necha foiz ekan? Demak, 100% da oladigan bo'lsak. Masalan, sharti bo'yicha 75% ekan. Necha litr deb 12,6. topib qo'ysa javob chiqadi. 12,6 litr kelib chiqar ekan. Javobimiz mana A javob. 32-savol xuddi shunga o'xshash, faqat 49 beryapti. Mana 98 yarmi bolalar. Xo'p, 33,6 chiqadi. 33,6 0.75 ga ko'paytirib qo'ysalar 32-savolda javob chiqadi.